Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Darsliklarimizni davom etamiz. Xo'p, keyingi darsligimiz Adines dasturida shot fakturalarni prixod qilish, ya'ni Adines dasturiga shot fakturalarni kirg'izish bo'ladi. Xo'p, darsliklarimizga ketma-ket davom etamiz. Avvalgi ikkita darsimizda bank kassada bankovskiy vipiska bilan ishlashni ko'rib chiqdik. Bu yerda mana inostraniy kontragentlarga, yana mahalliy kontragentlarga biz pul chiqarganimizda ular bizga qarzdor bo'lib qoladi. Qarzdorligini yopish uchun ular yoki pulni vazifat qilish kerak bo'ladi, orqaga qaytarish yoki bizga shot faktura jo'natish kerak bo'ladi. Hozirgi qiladigan ishimiz bizga kelgan shot fakturalarni Adines dasturiga kiritish bo'ladi. Xo'p, mana bizga Didox orqali kelgan shot fakturalarni qog'ozib ko'rsatib beraman. Xo'p, ikkitasini tayyor ochib olganman. Shot fakturalar asosiy usluga hamda tovar va yana kamdan-kam holatda asosiy vosita ko'rinishida jo'natiladi bizga. Xo'p, buni qayerdan kiritamiz desak, mana покупка oynasiga kiramiz va bu yerdan поступление акты накладные degan joyga kiramiz. Har doim o'zingizlarga звездочка qo'yib qo'yinglar. Chunki yangi ishni boshlaganlar kirganida har doim izlab yuradi. Mana o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Shuning uchun mana bu звездочкani qo'yib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Xo'p. Mana shunaqa oyna bizda ochiladi. Поступлениеga kirganimizda biz bu yerda mana bu plus поступлениeni bosadigan bo'lsak, bu yerda tovar, usluga, основные средства, tovar, usluga, комиссия uchalasi birda. Material va переработку, оборудование, объект строительства, usluga lizinga. Xullas, shunaqa oyna ochiladi. Biz asosiy ishlatadigan 4 ta oynamiz tovar, usluga, asosiy vositalar hamda tovar, usluga, komissiya bo'ladi. Professional buxgalterlar nima qiladi? Professional buxgalterlar yoki mana bu yerni o'zidan yuklab oladi. Didox o'zidan tortadi shot fakturalarni, xuddi vipiskani bankovskiy ключga kirib turib tortganingizdek. Yana boshqa bir buxgalterlar mana buni ishlatadi, kopirovat-ni. Men novichoklarga buni maslahat bermayman, sababi yalqov bo'lib qolamiz. To'g'ri, bu ishimizni tezlashtiradi. Kontragent, dogovlar hammasi chiqib turadi o'zida tayyor bo'lib. Lekin bu erinchoq qilib qo'yadi va yangi boshlayotgan buxgalterlar ko'proq tajriba olishligi uchun mana shu поступленияdagi plus tugmasini ishlatgani ma'qul. Xo'p, boshlaymiz mana misol uchun. Birinchi shot fakturamizni qaraymiz. Elektr energiyadan kelgan shot faktura ekan. Buni qanaqa kiritamiz desak, bu yerda o'zi mana bu yerda ko'rsatib turadi. Происхождение tovar, оказание услуг deyapti. Ko'rsatilgan xizmat, usluga elektr energiya. Ikki pul kodidan ham bilib olsak bo'ladi, bu tovarmi yoki uslugaligini. Va единый измерениesidan bilib olsak bo'ladi, kilovat-час. Xo'p, boshladik. Поступление bosamiz, uslugini bosamiz. Bu yerda akt nomeriga shot faktura nomerini kopirovat qilamiz. Sanasini yozsak ham bo'ladi, kopirovat qilsak ham bo'ladi. Menga kopirovat qilish qulay. Sanasini kopirovat qilamiz, kontragent inisini tashlaymiz. Mana hudud elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati har doim e'tiborli bo'linglar shartnoma raqamiga. Chunki biz pul chiqarganimizda, misol 20-0250 shartnomasi bo'yicha pul chiqaryapmiz va agar mana 2746 shartnomasi bo'yicha shu fakturani prixod qilib qo'yadigan bo'lsak, yilning oxirida balansga tayyorlayotganimizda, zakrit mesyac qilganimizda bergan avansimiz bilan ularning bizga jo'natgan shot fakturasi bir-birini yopmaydi. Va biz обороткani ochganimizda mana bu kontragent bizga qarzdor bo'lib qoladi va biz ham ularga qarzdor bo'lib turgan bo'lamiz. Aslida qarzimiz yo'q, lekin shot fakturada va vipiskada boshqa dogovor nomer tanlanganligi uchun shunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun har doim bir xil shartnoma raqamini tanlashimiz shart. Kerak emas, shart. Xo'p, mana shu shartnoma raqamini topamiz mana. Bo'lmasa sajdat qilishimiz kerak. O'zi bor. Добавить uslugani bosamiz. Uslugi elektroenergiya. Mana shuni topib olamiz. Oldin kiritilganligi uchun bizda chiqib turibdi. Количествосini tashlaymiz va umumiy narxini
Bu yerga men NDS summa qilib qo'yganman. Hozir men sizga buni tushuntirib ketaman. 12% NDS. NDS summa. Buni nimasi qulay? Ko'pincha buxgalterlarda NDS sverxu bo'lib turadi mana shu narsa. NDS sverxuda biz istaymiz поставка mana bez NDS summasini kiritsak, bizlarga u NDS summani общий summa qilib chiqarib beradi. Men o'zim uchun kimga qanaqa, menga qulay mana shu NDS summa bo'lib turgani. Men общий summani olaman va buni tashlaganimda ana o'sha NDS summasini chiqarib beradi, общий summa o'sha turadi. Keyin uslugani kiritayotganimizda yana ahamiyat beradigan joyimiz mana bu joyda счет учета. Elektr energiya hamma joyda har xil. Misol uchun faqat ofis maqsadida foydalanadigan bo'lsangiz 94-20 shotiga olib borasiz. Yoki magazin uchun bo'ladigan bo'lsa 94-10 shotiga. Bizda hozir bu zavod bo'lganligi uchun 20-10 shotiga, ya'ni ishlab chiqarish, asosiy ishlab chiqarish shotiga olib boriladi. Ko'pchilik buxgalterlar mana bu joylarni ham to'ldiradi. Men buni to'ldirib o'tirmayman. Menga asosiy keragi rasxod 20-10 ga borishi. NDS perdoplatasi 44-14 ga borishi. Mana shunaqa bo'ladi. Va shu fakturani aktni mana bu yerga tashlab olamiz. Zaregistrировать-ni bosamiz. Hamda провести debit kreditiga qaraymiz. 43-10 avans bilan qarz bir-biriga yeyishyapti. Va rasxod 20-10 ga boryapti. Hamda 60 dagi bu summa 44-10 ga, ya'ni NDS summasi NDS perdoplat bo'lib o'tmoqda. Bo'ldi shu, juda oson. Juda oson bu narsa. Xo'p, keyingisi uslugani kiritishni ko'rdik. Keyingisi tovar. Tovarni kiritishni ko'ramiz. Xo'p. Xuddi shunaqa tovarni bosamiz. Bu joydan счет faktura nomerini kopировать qilib olamiz. Mana счет faktura sanasini kopировать qilib olamiz. Va bu joydan kontragent ininisini kopировать qilib tashlaganimizda Patropol xususiy korxonasi chiqib keldi. Bu yerda ham o'sha narsaga e'tiborli bo'linglar. Dogovor raqamiga har doim o'zim juda qiynalganman mana shu narsadan. Buxgalteriyani endi boshlagan paytimda shartnoma raqamida juda qiynalardim. 1007 yana ancha, chunki bu уже shu paytgacha agar dogovor shartnoma raqamini har xil kiritgan bo'lsanglar, yil oxirida bu juda katta ish, ortiqcha ish bo'lib qoladi, даже bir haftalik ish bo'lib qoladi. Mana tovar nomerini, tovar nomini bu yoqqa kopировать qilib olamiz va bu yoqqa tashlaymiz. Tovar yoki material bo'lishi mumkin. Men oldin kiritganligim uchun o'zi chiqib kelyapti. Ko'rsatib beraman. Agar mabodo bo'lmasa, показательство qilganimizda создать bosamiz. Seriyo material o'zi turaveradi. Misol uchun naименованиesiga hokazo yoziladi. Единый измененияsiga qaraymiz. Kilogramm, shtuka yoki metrda berish mumkin. NDS o'zingizning firmaga qarab, bez NDS yoki 12% NDS провести zakrit bosiladi. Hozir menda bo'lganligi uchun tegmayman. Xo'p, количествosiga qarayman. Погонный metr 47,5. Xo'p, boyagidek общий summasini men kopировать qilib olaman. Mana. Va bu menga material, tikan material bo'lganligi uchun men 10 shotiga. Mana uning ichida o'zim shot ochib qo'yganman. Bularni hali podrobno ko'rib chiqamiz. Tikaniga qo'shib qo'yaman. Va bu joydan shot faktura raqamini boyagidek kopировать qilib zaregistrировать-ni bosaman. Провести. Mana debit kreditiga qaraganimizda 43-60 bir-birini yeyishyapti. 60-10 dan 10 ya'ni materialga shuncha bez NDS summasini olib o'tadi va NDS summasi NDS perdoplatamizdagi boradi. Провести и закрыть. Juda oson. Bugungi mavzuimiz qisqa, shu fakturalarni qog'oz edi. Savollar yuzaga keladigan bo'lsa, 99lik 467 3900 raqamiga Telegramdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Va adminga yozinglar, qanaqa mavzu sizlarga qiyin bo'lyapti va biz bu mavzuda videodarslik ishlab chiqamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.